qimmat, arzon, qimmat, arzon, qimmat, arzon. Bir xil faol moddalar, bir xil davolash maqsadi. Biroq narxlar bir-biridan nega farq qiladi deb o'ylaysizmi? Siz ham yaxshi narsa qimmat bo'ladi degan fikrdanmisiz? Unda tushlikdagi ko'ring, fikringizni o'zgartirishi mumkin. Assalomu alaykum. Kasal bo'lganimizda o'ylaydigan birinchi narsamiz sog'ayish. Biroq ko'p hollarda davolanishning o'zi ham bir qancha savollarni keltirib chiqarmoqda. Dori tanlash masalasi esa bugun har bir oilaga tegishli. Xo'sh, qimmat bo'lsa sifati ham yaxshi bo'ladi degan tushuncha qanchalik ilmiy asoslangan? Har doim ham qimmat dori vositasi bu yaxshi sifatli dori vositasi degan narsani anglatmaydi. Sabab ayrim turdagi dori vositalarini halol bo'lmagan marketing tizimi orqali yuritish natijasida dori vositasining narxi sun'iy ravishda oshirilgan bo'ladi. Ya'ni bu dori vositasining sifatiga bog'liq bo'lmagan mexanizm hisoblanadi. Dori vositasining samaradorligi har doim ham narxga bog'lanmagan bo'ladi. Bunga misol keltirishimiz mumkin. Qon preparatlarini misol keltiradigan bo'lsak, qon preparatlari juda ko'pchiligi 400 ming, 500 ming atrofida sotilgan bo'lsa, 2025-yil 5-dekabr sanasida 2000 ga yaqin dori vositalari referent narxlari tushirilgan edi va u yerda ushbu dori vositalarining narxlari tushirilgan bo'lib, hozirgi kunda ular 200 ming, 250 ming atrofida. Ya'ni o'sha dori vositalari hozirgi kunda ham sotuvda mavjud. 500 ming bo'lgan paytda yaxshiroq, 200 ming, 250 ming bo'lgan paytda yomonroq ta'sir ko'rsatish mexanizmi mavjud emas. Ya'ni sifat bu narxga bog'lanmagan. Bundan tashqari mahalliy hamda import qilinadigan dori vositalariga to'xtaladigan bo'lsak, bu dori vositalarining sifatiga umumiy hisobda olganda O'zbekiston Respublikasida bir xil talab qo'yilgan. Ya'ni har bir dori vositasi u mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'ladi yoki import qilinadigan yoki haqiqatan ham mutaxassisimiz aytganda qimmat dori bo'ladimi, ularda talab bir xil. Ya'ni o'sha umumiy standart mavjud, xalqaro ISO IEC 17025 bo'yicha akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalar tomonidan bu sinovlar amalga oshiriladi. Ular arzon yoki arzon bo'lgandan keyin ular sifatsiz degan tushunchalar umuman to'g'ri kelmaydi. Dori narxi qanday shakllanadi? Ishlab chiqarish tannarxi, logistika, marketing yoki boshqa xizmatlar narxga ta'sir qiladimi? Dori vositalarining referent narxlarini shakllantirishda hurmatli prezidentimizning 2025-yil 28-yanvardagi 13-sonli farmonlariga muvofiq vakolatli organ etib tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi belgilab berilgan. Bizga turmush darajasi yaqin, yuqori va past bo'lgan 10 ta mamlakat tanlab olingan referent mamlakat sifatida va ushbu mamlakatlarda sotiladigan dori vositalarining narxlarining o'rtacha qiymati, shuningdek ishlab chiqaruvchi mamlakatdagi ushbu dori vositasining aynan bir xil tarkibli faol moddaga ega dori shakli, qadoqdagi soni, dozasi, konsentratsiyasi, hajmi inobatga olingan holatda narxi inobatga olinadi, ishlab chiqaruvchi mamlakatdagi narxi, shuningdek import qilingan, ya'ni SIP Tashkent narxlari asosida referent narx shakllantiriladi. Ushbu 3 ta mezondagi eng arzon narx referent narx sifatida belgilab olinadi. Bu yerda logistika xarajatlari ham inobatga olingan. Prezidentimizning demak 13-sonli farmonlariga muvofiq dori vositalarini realizatsiya qilishda ulgurji va chakana narxlar ustamasi aniq belgilab berilgan. Bu yerda ulgurji narx 15% dan, chakana narx 20% dan oshmasligi lozimligi belgilab berilgan bo'lib, ushbu cheklangan ustamalar faqatgina retsept asosida beriladigan dori vositalari uchun amal qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan yana topshiriqlarda berib o'tilganki, ya'ni biz dori vositalarini aholiga yetkazib berishda, demak, importdagi qaramlikni kamaytirish, ko'proq mahalliy ishlab chiqarishni ham rivojlantirishga qaratilgan muhim islohotlarni amalga oshirish bo'yicha ham qator topshiriqlar berilgan edi. Demak, bugungi kunda O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ulushi qanday? Ular aholiga qanchalik dori vositalarini yetkazib beryapti? O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi 2025 va 2030-yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida dolzarb masala belgilab berilgan bo'lib, hozirgi kunda respublika hududida 60 dan ortiq xalqaro GMP sertifikatiga ega bo'lgan zavodlar faoliyat yuritmoqda. 2018-yilda ushbu ko'rsatkich 5 donani ham tashkil etmagan. Hozirgi kunda dori vositalarini xalqaro standartlarga tayangan holatda ishlab chiqaruvchi, demak, zavodlar soni borgan sari ortib bormoqda va ularning liniyalarining to'g'ri ishlashi xalqaro standartlarga muvofiq bo'lgandan keyin GMP sertifikatini bermoqda. Bu o'zi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalarining ham samarali ekanligiga hech qanday shubha qoldirmaydi va mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari hozirgi kunda xalqaro
Yevropa davlatlariga ham eksport qilish yo'lga qo'ygan mahalliy korxonalarimiz mavjud. Ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan dori vositalari soni kundan kunga oshib bormoqda, ya'ni assortimenti kengayib bormoqda. Bundan 1 yil oldin mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalarining soni 1,5 mingdan yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich hozirgi kunda 2 mingdan oshganligi ushbu gaplarimizni isbot sifatida keltirsak bo'ladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dorilarning samaradorligi ularning turli xil omillarga bog'liq deyiladi. Masalan, bioekvivalentligi, xavfsiz ekanligi sifatiga bog'liq deyiladi. Xo'sh, bizda-chi, ya'ni mana hozir nutqingizda ham aytib o'tdingiz, demak, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan bugun hattoki eksport darajasiga ham dorilar olib chiqib berilyapti. Ularni samaradorligini baholashda qanday mezonlardan foydalanilmoqda? Dasavval o'zi farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazida qoshida, demak, tashkil etilgan bo'limlarda dori vositalari avval ro'yxatdan o'tkaziladi. Bunda dori vositalari amaldagi 2026-yil 2-fevraldan boshlab amalda bo'lgan Vazirlar Mahkamasining 738-sonli qaroriga asosan amalga oshiriladi. Bu yerda dori vositasining xavfsizligi, biosamaradorligi, bioekvivalentligi, uning klinik oldi sinovlari to'g'risidagi butun jamlangan 5 ta moduldan iborat bo'lgan hujjatlar tizimi avval farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markaziga taqdim etiladi. Bu hujjatlarda shu bilan birgalikda dori vositalarining xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha laboratoriya sinovlari ham amalga oshiriladi. Demak, bu 5 ta moduldagi hujjatlar taqdim etilgandan keyin bu 5 ta moduldagi har bir hujjatlar o'zining qo'mitalar hamda bo'limlarga navbat bilan amalga oshiriladi hamda bu tizim butunlay elektronlashtirilgan tizim bo'lib, har bir ishlab chiqaruvchi yoki distributor dori vositasini O'zbekiston Respublikasi hududida ro'yxatdan o'tkazilar ekan, ular o'zining ID nomerlari orqali alohida platformaga hujjatlarni elektron shaklda yuklanadi hamda hujjatlar o'rganib chiqiladi. Bunda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazidagi laboratoriyalarda avval Vazirlar Mahkamasining 365-sonli qaroriga binoan dori vositalarining xavfsizlik ko'rsatkichlari tekshiriladi. Ya'ni biz bilamiz, o'sha tabletka deymiz, kapsula dori vositalari yoki qattiq suyuq, inyektsion, infuzion dori vositalari deymiz. Har birida o'sha Vazirlar Mahkamasi 365-sonli qaroriga aynan belgilab qo'yilgan kriteriyalar bo'yicha baholaniladi hamda bu xulosalarni, ya'ni har bir laboratoriyadan chiqqan xulosalar normal bo'lgandan keyin, ya'ni muvofiq deb topilgandan keyin bu qo'mitalardan keyin alohida ekspertlar kengashi guruhiga, mustaqil ekspertlar kengashi guruhiga taqdim etiladi hamda O'zbekiston Respublikasi hududida dori vositasi 5 yil mobaynida kiritishga ruxsat beriladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tkazish guvohnomasi rasmiylashtiriladi. Chet eldan olib kirilayotgan dori vositalar shu me'yoriy hujjat asosida xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha aynan shu laboratoriyalardan yana qaytadan sinovdan o'tiladi. Ana endi o'sha sinovlardan o'tkazilgandan so'ng dori vositasi xavfsiz deb topiladigan bo'lsa, dorixona peshtaxtasidan joy oladi. Agar qaysidir ko'rsatkichlarda nomuvofiq deb topiladigan bo'lsa, bu dori vositasini O'zbekiston hududiga kirishiga yo'l qo'yilmaydi ham. Mana bugun dorixonalarda qaraydigan bo'lsak, dorilar turli xil mamlakatlarga tegishli bo'ladi. O'zbekistonga kirib keladigan va O'zbekistondan chetga eksport qilinadigan dori mahsulotlarini tartibi qanday yo'lga qo'yilgan? O'zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelayotgan dori vositalar kirib kelish tartibi, ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilar bo'ladimi, xorijiy ishlab chiqaruvchilar bo'ladimi, umumiy tartib avval davlat ro'yxatdan o'tkaziladi. Undan so'ng sertifikatlashtirish sinovlari amalga oshiriladi. Endi eksport qilinadigan dori vositalarida ham amaldagi o'sha har bir davlatga borgandan keyin o'zining belgilangan davlatdagi me'yoriy hujjatlar, talablar asosida sifatiga qo'yilgan bioekvivalentligi, biosamaradorligi, klinik va klinik oldi sinovlarga qo'yilgan talablar ham amalda O'zbekiston hududida aynan shular bo'yicha talabga javob berilayotgan maxsus protokollar so'raladi u davlat tomonidan ham. Ya'ni mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz uchun hozirgi kunda biosamaradorlik, bioekvivalentlik sinovlarini olib borish uchun ham GLP sertifikatiga ega bo'lgan laboratoriyalarimiz ham mavjud. Hozirgi kunda farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi ham aynan shu GLP sertifikatiga ega bo'lib, aynan biosamaradorlik, bioekvivalentlik ko'rsatkichlarini o'rganishga to'liq vakolatli davlat organi hisoblanadi. Bugun O'zbekistonda 13 mingdan ortiq dorixonalar faoliyat yuritmoqda. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, nazariy jihatdan bu kuchli raqobat degani. Lekin bir ko'chaga kiradigan bo'lsak, masalan, bitta dori preparati ikkita dorixonada narxi 2 xil, lekin bir xil preparat. Demak, bularni ustidan yoki nazorat deymizmi, o'rganish talablari qanday amalga oshirilmoqda?
Albatta, bugungi kunda dori vositasini narxini oshirib sotilganligi uchun ham javobgarlik mavjud. Bu vakolat O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish qo'mitasiga yuklangan bo'lib, ularda Fairtech dasturi ishlab chiqilgan va dorixona dorini narxidan, o'sha referent narxidan oshirib sotilsa, ularni o'sha Fairtech dasturi orqali ularga o'sha ma'lumot yetib boradi va ular monopoliya qo'mitasi tomonidan ma'lumotlar o'rganiladi. Haqiqatdan agar dori vositasini narxi oshirilib sotilgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortiladi ular. Agar bu holat 2 va undan ortiq takrorlanadigan bo'lsa, unda qo'mita bizaga markaz farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga asoslantirilgan ma'lumotlarni yuboradi va farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi o'sha litsenziyatga nisbatan tegishli choralarni ko'radi. O'sha narxni oshirilib sotilishi bu litsenziya talab va shartlarini qo'pol ravishda buzganlik holati deb aytiladi va o'sha litsenziyatga nisbatan litsenziyasini bekor qilinishigacha olib boriladi. Keling, endi shu o'rinda dorixonalarga litsenziya berish masalasiga ham bir to'xtalib o'tsak, tartibi qanday amalga oshiriladi? Litsenziya berish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 29-ilovasiga asosan litsenziya talab va shartlariga asosan amalga oshiriladi. Bunda birinchi navbatda dorixona GPP milliy sertifikatiga ega bo'lishi kerak. Vazirlar Mahkamasining 80-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 29-ilovasiga asosan dori vositalarini chakana realizatsiya qilish uchun litsenziya talab va shartlari belgilangan. Ana o'sha yerda litsenziya olishdan avval albatta dorixona sanitariya me'yorlariga javob berishi kerak. Undan tashqari GPP sertifikatiga, yaxshi dorixona amaliyoti sertifikatiga ega bo'lishi kerak. Ana shundan so'ng dorixona litsenziyalovchi organga ariza yuboradi va onlayn tartibda bo'ladi barchasi. Litsenziyalovchi organ litsenziya talab va shartlaridan kelib chiqqan holatda litsenziya rasmiylashtiriladi. Davlatimiz rahbari tomonidan 2025-yil yanvar oyida imzolangan, demak 13-son farmonda mahalliy ishlab chiqarishni ham endi kengaytirish vazifasi yuklatilgan. Demak, mahalliy ishlab chiqarishda bugun asosan qanday soha rivojini ko'rishimiz mumkin? Bunga misol qilib Toshkent Pharma Park hozir endi Biofarma City deb nomlangan 2025-yilda umumiy qiymati 1 milliard AQSh dollarini tashkil etadigan investitsiya loyihalari jalb etilgan bo'lib, hozirgi kunda xorijiy korxonalarning respublika hududida zavodlar qurilishi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, mana Kusum korxonasi zavodi, demak Hindistonning dunyoga mashhur ishlab chiqaruvchilaridan biri hisoblangan Kusum korxonasi 2026-yil so'ngiga qadar zavoddagi qurilish ishlarini yakunlash jarayonida turishibdi. Bundan tashqari World Medicine shunga o'xshash juda ko'plab zavodlar qurilmoqda. Bu o'z-o'zidan mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun raqobat muhitini yana ham shakllantirib beradi. Xorijiy ishlab chiqaruvchilarning mahalliy zavodlari bo'lganligi uchun u yerda raqobat yana ham kuchayadi sifatga va shuning sifat oshishi bilan birgalikda u yerda miqdor ko'rsatkichlari ham ortadi. U yerda liniyalar, turlicha liniyalar yo'lga qo'yilgandan keyin ishlab chiqariladigan dori vositalarining soni ham ko'p bo'ladi va mahalliylashtirish natijasida ushbu dori vositalarining narxlari ham sezilarli darajada arzonlashadi. Ayni bir savdo nomidagi dori vositalarining dorixonalardagi narxlari turlichaligiga sabab referent narxdan yuqori narxda sotishdan tashqari chakana savdo uchun cheklangan ustama miqdori 20% gacha yetib belgilangan. Ayrim dorixonalar ushbu ustamani 12%, 10%, 8% yoki 15%, 20% qilib belgilaganligini hisobiga ayni bir ishlab chiqaruvchi tomonidan bir savdo nomidagi dori vositalar turli xil narxlarda mavjud bo'ladi. Narxlar orasidagi tafovut keskin bo'ladigan bo'lsa, bu ushbu dori vositasining referent narxdan yuqori narxda sotilayotganligini bildiradi. Keling, shu o'rinda demak referent narxni hisoblanishiga ham to'xtalib o'tsak va ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, demak referent narx yuqorida ta'kidlab o'tilganidek 10 ta referent mamlakat bor. U yerdagi o'rtacha narx asosida shakllantiriladi yoki bo'lmasa ishlab chiqaruvchi mamlakatdagi ishlab chiqaruvchining narxi asosida va respublika hududiga import qilinadigan narxi asosida, shuningdek
Sog'liqni saqlash vazirining 37-35 sonli buyrug'iga muvofiq 2025-yil 25-dekabr sanasida tasdiqlangan buyrug'iga muvofiq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Bu yerda original va generik tushunchasi kiritilgan bo'lib, original dori vositasining qiymatidan generik dori vositalar 20% arzon miqdorda sotilishi belgilab o'tilgan. Generik dori vositalari haqida ham to'xtalib o'tsak. Amerika Qo'shma Shtatlarida retseptlarning qariyb 90%ni, Buyuk Britaniyada esa 80% dan ortig'ini ana shunday generik preparatlar tashkil qiladi. Bugun esa O'zbekistonda ham davlat rahbari tomonidan bir qator topshiriqlarda ana shunday generik preparatlarning ulushini oshirish vazifasi ham yuklatilmoqda. Bu borada, demak, sohada olib borilayotgan ishlar haqida nimalarni misol qilib keltirishimiz mumkin? Bu borada misol qilib keltirishimiz mumkin o'sha biofarmaseutik klasterida zavodlar qurilishini va u zavodlar o'z navbatida ishlab chiqargan dori vositalari generik dori vositalari hisoblanadi. Va ishlab chiqargan mahsulotlar generik bo'lganligi sababli mahalliy bozorimizda generik dori vositalarining ulushini ko'paytirishga bevosita o'z hissasini qo'shib keladi. Bilasizmi, auditoriya orasida generik preparatlar tushunchasi mavhum bo'lishi mumkin. Ana shu atamaga ham to'xtalib o'tsak. 25-yilda Vazirlar Mahkamasining 738 sonli qaroriga muvofiq, ya'ni dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish hamda qayta ro'yxatdan o'tkazish tartibi yangitdan belgilandi hamda u yerda bir xalqaro tushuncha kirgizildi, ya'ni transferlar texnologiyasi degan tushuncha kiritildi. Bu transferlar texnologiya degan tushuncha mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizning qo'llab-quvvatlashi hamda xorijiy ishlab chiqaruvchilarni O'zbekiston hududiga jalb qilishning bir ajoyib usuli desak ham bo'ladi. Bu juda ko'p mamlakatlar aynan o'sha transferlar texnologiya usulidan foydalangan. Bizda ham bu tushuncha kiritilib, mahalliylashtirish ancha jadal sur'atlarda olib borildi. Bu yerda transferlar texnologiyasi nima o'zi? Transferlar texnologiyasi bu deylik o'sha Ruminiya davlatini oladigan bo'lsak, bu yerda molekular dori vositasi ishlab chiqariladi. Dori vositasining to'liq ishlab chiqarish mexanizmi, u texnologiyasi bo'ladimi, ya'ni faol moddalar yoki yordamchi moddalar va ularning ishlab chiqaruvchilari bilan to'liq O'zbekiston hududiga transfer qilinadi. Mana bu transfer texnologiya bo'ladi. Faqat ishlab chiqarish O'zbekiston hududida, bu yerda ish kuchi O'zbekiston hududida, ya'ni ham O'zbekiston fuqarolarini ish bilan ta'minlash, bundan tashqari import qilish uchun sarflanadigan sarf xarajatlarni ham keskin kamaytirish imkoniyatini beradi. Buning natijasida aynan mahalliy bozorimiz generik dori vositalari bilan bir necha barobarga oshish holatlari aynan shu holatdan so'ng ham kuzatildi. Aynan generik yoki original dori vositalari bu o'zi qanday dori vositalar? Biz dori vositalarini bilamizki, asosiy ta'sir etuvchi faol modda degan tushuncha bor. Masalan, deylik, azitromitsin faol moddasi. Azitromitsin faol moddasida eng birinchi ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositasi original dori vositasi hisoblanadi va unga ishlab chiqarish uchun aynan shu texnologiya, shu tarkib asosida ishlab chiqarish uchun 20 va 25 yillik oralig'ida patent rasmiylashtiriladi. Bu patent muddati tugagandan so'ng esa bu dori vositalarini barcha ishlab chiqaruvchilar uchun ochiq bo'ladi. Ya'ni azitromitsin molekulasi ostida turli savdo nomlarida dori vositalarini mahalliy ishlab chiqaruvchilar yoki boshqa xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan bemalol ishlab chiqarishga ruxsat beriladi va bu dori vositalar generik dori vositalar hisoblanadi. Endi juda ko'pchilik xalqimiz orasida mana original dori vositasi desa zo'r ta'sir qiladi. Original dori vositasi ham, generik dori vositasi ham talab bir xil. Uning sifatiga, uning boshqa narx siyosatiga va boshqa sifatiga qo'yilgan barcha talablar hammasi bir xil hisoblanadi. Bir xil sinovlardan, bir xil tekshiruvlardan o'tgandan so'ng dorixona peshtaxtasiga yetib boriladi. Mana suhbatimiz boshlanishida ham gaplashib o'tdik. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Italiyada yoki Shveysariyada boshqa davlatlardan keladigan dori narxlarida o'sha bir-biridan farq qilinishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu nafaqat logistika bilan agar bog'laydigan bo'lsak, balki umuman agar sifati bilan bog'laydigan bo'lsak, standart asosidagi me'yorlari bilan farq qiladimi? Dori vositalarining referent narxlarini shakllantirishda ayni bir ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan, bir xil faol moddaga ega bo'lgan, dori shakli bir xil bo'lgan, qadoqdagi soni,
dozasi, konsentratsiyasi, upakovkasi, hajmi inobatga olingan holatda referent narx shakllantiriladi. Ya'ni Demak, ularni dorilarni sifati bir xil, faqat narxda o'sha o'zgarish bo'lishi bir ishlab mumkin. chiqaruvchi Ya'ni tomondan boyagi ishlab aytganingizdek, chiqarilgan. me'yorlar bilan olib qaraydigan bo'lsak. Import qilinadigan bo'ladimi, eksport qilinadigan dori vositalar bo'ladimi? Bu dori vositalarda sifatiga qo'yilgan talab bor. Ya'ni bu ta'kidlab o'tgandek, me'yoriy hujjat tasdiqlanadi 5 yil muddatda. Me'yoriy hujjat tasdiqlangandan so'ng bu o'sha dori vositasining pasporti hisoblanadi. Ya'ni u yerda dori vositalarining 15 tadan 20 tagacha xavfsizlik ko'rsatkichlar bo'ladi va ularning me'yorlari tasdiqlangan bo'ladi farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tomonidan. Endi o'sha ko'rsatkichlar u dori vositasining qadog'idan tortib to uning faol moddasining miqdori-yu yordamchi moddalarning qanaqa ekanligi va yordamchi moddalarning tahlilligacha bu o'z ichiga olgan bo'ladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 365-sonli qaroriga muvofiq dori shakllariga nisbatan qo'llanilgan bo'ladi. Endi o'sha me'yoriy hujjat 5 yil davomida amal qiladigan, u import qilinayotgan, eksport qilinayotgan dori vositalarida ham ayni o'sha sifat ko'rsatkichlari bo'yicha xalqaro ISO IEC 17025 standarti asosida akkreditatsiyadan o'tgan barcha laboratoriyalarda bu sinovlar tekshiriladi. Albatta bu sinovlar pasportda yoki me'yoriy hujjatda keltirilgan normalarda doirasida bo'lsa, bu import qilinadi yoki eksport qilinadi. Mana aholi orasida ko'p uchraydigan savollarga yoki boshqacha qilib aytganda dardiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak sun'iy ravishda oshirilgan narxlarga duch kelgan aholi kimga, qayerga, qanday murojaat qilishi kerak? Demak, dori vositalarini sun'iy oshirilgan holatda, referent narxga rioya qilmagan holatda realizatsiya qilish holatlarini aniqlashning eng oson yo'llaridan bittasi Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan mobil ilova ishlab chiqarilgan, Farm.uz degan mobil ilova va u yerda dori vositasini dorixonadan xarid qilganda hozirgi kunda markirovka tizimi joriy etilgan bo'lib, dori vositasi retsept asosida beriladigan har qanday dori vositasi markirovkalangan bo'ladi. Va Farm.uz mobil ilovasida ushbu dori vositasini markirovka qismi QR kodi skaner qilingan paytda ushbu dori vositasini referent narxi nechta pul ekanligi, qancha ekanligi, nechta pul qancha dan xarid qilishi kerakligi, ushbu dori vositasining guvohnomasining raqami, dori vositasini saqlash muddati, shuningdek ushbu dori vositasining analoglarning narxlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar chiqib keladi. Ushbu mobil ilovada endi shunday imkoniyatlar joriy qilinganki, dori vositasi sizga nojo'ya ta'sir ko'rsatdi. Nojo'ya ta'sir ko'rsatgan holatda siz qayergadir borib murojaat qilishingizga ehtiyoj yo'q. Ushbu mobil ilova orqali farmakonazorat, ya'ni tugmasi bor. Bu yerga kirib shikoyatlar qismiga o'tganingizda farmaka nazoratga kirib ushbu dori vositasi menga nojo'ya ta'sir ko'rsatdi deb yozib yuborgan chog'ingizda ushbu ma'lumotlar Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga kelib tushadi va tegishliligi bo'yicha yo'naltiriladi. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazida, misol uchun farmaka nazorat qo'mitasiga ushbu murojaatlar yuboriladi. Ular vakolati doirasida o'rganib chiqishadi. Shuningdek, ushbu mobil ilovada referent narxlardan yuqori narxda realizatsiya qilinganligi to'g'risida shikoyat qoldirish imkoniyati mavjud. U yerda dori vositasi qaysi dorixonadan sotib olinganligini qiynalib, dorixonaning nomi nima edi, manzili nima edi deb ortiqcha ovoragarchilikni oldini olish maqsadida lokatsiya tizimi joriy etilgan bo'lib, aynan turgan joyingizdan lokatsiya ursangiz, o'sha dorixonaning nomi, manzili to'g'risida barcha ma'lumotlar kelib chiqadi va dori vositasini xarid qilgan chekingizni o'sha rasmga olgan holatda yuklash imkoniyati mavjud. Yuklagan holatda yuborilsa, Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ushbu murojaat kelib tushadi va tegishliligi bo'yicha murojaatchiga aloqaga chiqiladi. Holat yuzasidan tegishli o'rganishlar olib borilgandan keyin ularning murojaati Raqobatni rivojlantirish qo'mitasiga taqdim etiladi va Raqobatni rivojlantirish qo'mitasi o'zini vakolati doirasida ushbu dorixonaga nisbatan ma'muriy jazo choralarini qo'llashi mumkin. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, 2022-yildan boshlab dori vositalari, ya'ni aholini xavfsiz, sifatli, arzon dori vositalari bilan ta'minlash maqsadida Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi qoshida majburiy markirovkalash tizimi dori vositalarida ro'yxatga qo'yildi. Ya'ni dori vositalarini har bir qadog'ida, har bir o'ramida dori vositasida mavjud bo'lgan QR kod tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu QR kod dori vositasining takrorlanmaydigan identifikatsion raqamlar bilan ta'minlangan bo'lib, bu dori vositalarida 2022-yildan boshlab majburiy qo'yish ta'minlangan. Bu dori vositalarida o'sha asl belgisi degan mobil ilova orqali skanerlagan holatda iste'molchi dorixonaga kirgandan keyin aynan shu QR kodga to'g'rilaydigan bo'lsa, qadog'ida mavjud bo'ladi.
o'sha qadoqdagi to'g'rilaydigan bo'lsa, bu dori vositasining xronologiyasi kelib chiqadi. Ya'ni dori vositasi qaysi ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan, qachon ishlab chiqarilgan, saqlash muddati qachongacha, bu haqiqatan ham O'zbekiston hudud ro'yxatdan o'tganmi yoki o'tmaganligi, bundan tashqari bu dori vositasi o'sha sertifikatlashtirish tizimidan bo'ladigan bo'lsa, import bo'layotgan dori vositalar bo'lsa, u sertifikatlashtirish tizimidan o'tgan o'tmaganligi bo'yicha to'liq ma'lumotni oladi. Agar fuqarolarimizda dorini sifatiga shubha uyg'otadigan bo'lsa, unda bizning farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga 61 kodi bilan 203-01-01 raqamlariga murojaat qoldirasiz va dori vositasi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni sizga laborator tahlil sinovlaridan so'ng, ya'ni yoki bo'lmasam ro'yxatdan o'tgan yoki o'tmaganligi, muvofiqlik sertifikati mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Undan tashqari, agar dori vositasi haqiqatdan davlat ro'yxatidan o'tmagan yoki muvofiqlik sertifikati mavjud bo'lmasa, nazorat qiluvchi organ tomonidan o'sha qayerda sotib olingan bo'lsa, ana o'sha yerda nazorat tadbiri amalga oshiriladi va o'rnatilgan tartibda litsenziyasi bekor qilinadi. Mana ko'pchilikning xabari bor, O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan boshlab retsept asosida beriladigan dori narxlari pasaytirildi. Ularning hattoki 50% ham narxi keskin pasaytirilgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Bunday turdagi dorilar, demak, 2,5 mingdan ortiq dori vositalarini qamrab olgan. Kelgusida yana qanday dori vositalarining ana shunday narxlari ko'rib chiqilishi mumkin? Demak, dori vositalarining tushirilgan ro'yxati dastavval 2025-yil 5-dekabr sanasida e'lon qilingan edi. U yerda 2000 ga yaqin savdo nomidagi dori vositalarining arzonlashtirilgan referent narxlari e'lon qilindi va u yerda ushbu dori vositalarining o'rtacha qiymati 40-60% ga pasaytirilganligi e'lon qilingan edi va ularning kuchga kirish sanasi 2026-yil 1-mart sanasidan boshlab arzonlashtirilgan dori vositalarini realizatsiya qilish belgilangan edi, chakanada. Soliq qo'mitasi tomonidan 2026-yil 1-mart sanasidan validatsiya tizimi joriy etilgan bo'lib, ulgurji dori vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi distribyutor korxonalarga validatsiya tizimi joriy etildi. Referent narxdan 1 so'm qiymatdan yuqori bo'lgan holatda faktura jo'natmoqchi bo'lgan taqdirda distribyutorlar ularni fakturalar elektron fakturalar ketmay qoladi. Ya'ni integratsiya qilingan soliq qo'mitasi va referent narx tizimi. Referent narx doirasida realizatsiya qilmasa, fakturasi ketmaydi va o'zidan o'zi ushbu dori vositasi sota olmaydi. 2026-yil 1-aprel sanasida qo'shimcha 2,5 mingga yaqin dori vositalarini arzonlashtirilishi bo'yicha ro'yxat e'lon qilindi. Ushbu ro'yxatda 2026-yil 1-maydan boshlab importyorlar uchun, 2026-yil 1-iyun sanasidan boshlab distribyutor, ya'ni ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun va 2026-yil 1-iyul sanasidan boshlab chakana savdo uchun amal qilishi belgilangan. Hozirgi kunda aholi ushbu 4,5 mingga yaqin savdo nomidagi dori vositalarini arzonlashtirilgan holatda narxlarda xarid qilish imkoniyati mavjud. Mana farmatsevtika sohasida aytishimiz mumkinki, olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi fuqaro dorixonaga kirganda, demak, aldanmasligi, adashmasligi va ortiqcha pul to'lamasligi. Endi barchangiz ana shu soha vakili sifatida fuqarolarga qanday 3 ta zaruriy bilimni aytgan bo'lardingizki, demak, fuqaro ana shu bilimlarga ega bo'lgan holatda, ya'ni dorixonaga kirganda aldanmasligi, adashmasligi va ortiqcha pul to'lamasligi uchun. Albatta, bugungi kunda bu holatlarni barchasi oldi olingan. Mana yuqorida ta'kidlab o'tdilar, retseptli dori vositalarini retseptsiz sotilishi oldi olindi. Sababi retseptsiz dori vositasini sotganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Ya'ni oldin bu miqdor 5 dan 10 gacha bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 50 dan 100 baravar miqdorgacha ko'p miqdorda jarima to'lashlari mumkin. Endi aholiga murojaatim shu bo'lardiki, dorixonaga borganda avvalambor ular dori vositasi to'g'risidagi ma'lumotlarni, undan tashqari muvofiqlik sertifikati mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risidagi ma'lumotlarni olishlari mumkin. Agar dorixona mudiri yoki farmatsevt tomonidan u ma'lumotlar taqdim etilmasa, yuqorida ta'kidlab o'tildi, asl belgi ilovasini yuklab olishlarini va ana o'sha yerda batafsil dori vositasi to'g'risidagi ma'lumotlarni olishlari mumkin. Aholiga yana bir murojaat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, dori vositalarini sotib olish bu dorixonalardan
sotib olish belgilangan, ya'ni litsenziyalanadigan faoliyat turi bo'lib, bu faqat dorixonalardan sotib olish, har xil ijtimoiy tarmoqlardan reklama qilingan dori vositalari yoki qo'shnim yoki xolam yoki ammamdan yoki amakimdan yoki tog'amdan eshitgan dori vositalarini emas, aynan shifokorga borgan holatda, shifokordan maslahat olgan holatda aynan shifokor belgilangan dori vositalarini belgilangan joydan, ya'ni dorixonalardan sotib olishni tavsiya qilardim. Shu o'rinda bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Dori vositasini shifokor yozganda xalqaro patentlanmagan nom asosida yozadi. Ya'ni shifokor ko'rsatmasiga rioya qilgan holatda dori vositasini xarid qilish kerak. Aynan ba'zan holatlar borki, noto'g'ri marketing yuritish tizimi doirasi yo'lga qo'yilganligi barchaga ma'lum. Hozirgi kunda shifokorlar ayrim distribyutor yoki shunga o'xshash korxonalar shifokorlarni o'ziga moddiy jalb qilgan holatda ayni bir savdo nomidagi dori vositalarini xalqqa o'tkazish ishlarini target qilib olib borishmoqda. Bundan o'zi mana shu jarayonlarni oldini olish kerakligi, zarurat juda ortib borganligi uchun ham o'zi elektron retsept tizimi joriy etilganda, elektron retsept tizimida xalqaro patentlanmagan nom asosida berildimi, shifokor ayni bir savdo nomini ko'rsatgan dori vositasigina menga ta'sir ko'rsatadi degan fikrda bu hammamiz deyarli shu fikrga borib qolgan edik. Ya'ni xalqaro patentlanmagan nomi bir xil bo'lgan har qanday dori vositasi sizga samarali ta'sir ko'rsatadi. Agar u samarali bo'lmaganda edi, u davlat ro'yxatidan o'tkazilgan yoki unga muvofiqlik sertifikati taqdim etilmagan bo'lardi. Shuni inobatga olgan holatda murojaatim shundan iboratki, dori vositalarini analoglarida foydalanishdan aslo qo'rqish kerak emas va ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib borilayotgan retseptsiz dori vositalarini xarid qilish jarayonida ularning yo'riqnomasi bilan yaxshilab tanishishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Xulosa o'rnida aytish muhimki, davlatimiz tomonidan bugun farmatsevtika sohasida olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi bitta: har bir fuqaroni xavfsiz, hamyonbop va sifatli dori vositalari bilan ta'minlash. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi tushlikda yuguringda ko'rishguncha omon bo'ling.